Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni ustunovka jarayonini tugatib bo'ldik. Bu ishimizni razmerlaridan kichikroq aytib o'tamiz. Ishimiz 3 metr joyga bo'ldi. Shu turishi 3 metr plotni joyga o'rnatib berdik. Bo'ylari 250 bo'ldi balandligi. Endi mexanizmlar bilan tanishtirib o'tamiz bu chekkadan. Chap tomonda eng chekka tomonida mo'ka komplektini o'rnatib berganmiz. Mo'kamizni to'rtburchak originali setkasi bor. Kanalizatsiya shlangalari, smesitilimiz ham yaxshidan xizmat qiladigan tozasidan qo'yib berganmiz. Dozatorlargacha komplekt holatda. Endi mo'kamizni tepa korpusida doimiydek original shoshurkasini joylashtirib berganmiz. Mo'kadan keyin tortmalarini qo'yganmiz. Komplekt holatida doimiydek qoshiq soladigan dastavkamiz bor. Buni tepasida 3 etajli bo'lib, polka holatda shkafimiz bo'ldi. Bundan keyin vichkamizni joylashtirib berdik. Vichkani ham originalini qo'yib berdik. Xizmat qilishi uch oborotda ishlaydi bu vichkamiz. Ferrari firmaniki. Gazni ham kompleksini qo'yib berganmiz. Mana shu turishi ustoli chugunlik, o'zini issig'iga erib oqib ketmaydigan yaxshisidan qo'yilgan. Ruchkalarigacha temirlik, nirjavekaligidan qo'yib berganmiz. Gazimizni funksiyasi kontrol funksiyasi ham bo'ladi. Kontrolka funksiyasi gazingiz o'chib qo'yganda avtomatik gazni ham o'chirib qo'yadi. Suv to'kilganda ham avtomatik o'chadigan holatda yaxshisini qo'yib berganmiz. Endi gaz komplektimiz kontrolkali yaxshisi gazi, vichkani yaxshi motori ikkitalik buniki. Mana shu ikkalasining narxi 2 million so'mga bo'ldi. Keyin bu chekkasida shkafi past eshik korpuslariga ham polkalarigacha qo'yib berganmiz. Eshigimizning chekkalari PVX rezinovый keramika bo'lgan. Nirjaveka ruchkalarigacha qo'ydik. Endi mana stolitsamiz ustolning ustida rossiyskiy stolitsasi bo'ldi. Kastivalik